Bir kishi dunyodan o'tgandan keyin ayoli farzandini o'qitibdi-da, yolg'iz farzand ekan. Ilmlik, bilimlik qilib, shaharda o'qib, yaxshi o'qishlarni bitirib, yaxshi bir lavozimli ishga turibdi. Bir kuni qishloqqa kelganda do'stlari qo'ymay toqqa chiqaylik, dam olaylik, sen ham charchayapsan deb toqqa chiqib dam olib o'tirsa, bir qo'yni haydab kelayotgan ekanda, shunda boya yigit qo'ychini tanib darrov o'rnidan turib assalomu alaykum ota deb ko'rishsa, yondagi do'stlari sen palon boyni bolasisan, sen mansabing bor, qo'ychi bilan ham ko'rishasan, o'tir desa qo'yinglar, unday demanglar, odamni hammasi birday deb borib salomlashsa aytgan ekanda boya cho'pon, xuddi otangga o'xshabsan, otangga ming rahmat. Otangni bir vasiyati bor edi. Shu yoshlik paytingda menga 20 ta qo'y qo'shgan edi. Ana shu yigit o'g'lim katta bo'lib, voyaga yetib uylanadigan vaqtda qaytarib berasan deb bergan edi. Mana 20 ta qo'ying, mana shu kungacha 700 ta qo'y bo'ldi debdi-da. Yondagi do'stlari hammasi hayron, lol bo'lib qoldi. Shunda boyagi yigit 200 ta qo'yni mana xizmat haqingiz dedi. Cho'pon ham rozi bo'ldi-da, rozi bo'lib ketdi. Otangga ming rahmat deb 500 qo'yni haydab bozorga olib bordi deydi. Endi semiz bo'lgandan keyin oluvchilar ko'p bo'ladi, bozordagilar endi birin ketinmi, qancha pul, palon pul deb aytdi-da. Xo'p, olamiz dedi, lekin buni men hozir pulni olmayman. Onam o'lgandan keyin olaman derkanda, bu xabar tez tarqaldi. Onasiga yetdi-da, onasi rosa yig'ladi. Men bolamni shuning uchun o'qitdimmi? Onasini o'limini xohlab qopti-da bolam. Yig'ladi rosa. Bolasi uyga kelganda onasi xomush. Bolam, men sendan bu narsani kutmagandim. Meni o'limimni xohladingmi dedi-da. Shunda voy onajonim, siz o'zingiz o'rgatgansiz menga, ko'pchilikning duosini ol. Men bu qo'ylarni ihson qilib tarqatib yuborsam ham chamam yetadi, dunyom yetadi. Lekin mendan olgan qo'ychilar, qo'ylarni olgan egalari sizni ko'proq duo qiladi, shu insonni onasi o'lib qolmasin, o'lib qolsa pulini qissaydi deb. Sizga ko'proq umri uzoq duo qiladi. Alloh taolo umringizni uzoq qilsin. Alloh taolo bizni rizqimizni butun qilsin. Sog' bo'lib, salomat bo'laylik degan ekanda. Mana shunday farzandlarni o'stiraylik, ulg'aytiraylik. Yaxshilarning qatorida yuraylik, yomonlardan uzoqlashib, Allohning yo'lida yuradigan bandalardan bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.